gaplashadigan bo'lsak, omro suyagi aynan bizda qo'lni kamar suyaklaridan biri hisoblanadi. Ikkinchisi bu skapula, ya'ni kurak suyagi. Xo'p, birinchisi demak omro suyagi xotinchasida klavikula joylashuvi. Demak, topografiyasiga keladigan bo'lsak, ko'krak qafasining yuqori qismida aynan to'sh suyagi hamda lateral medial tomondan to'sh suyagi, lateral tomondan bu yerda nimani kurak suyagini shunaqa akramion o'sig'i bor orqa tomondan keladigan. Bu kurak suyagini o'tganimizda bu haqida yana qo'shib tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, demak birinchi navbatda buni omro suyagini demak nimalar? Xo'p, aytaylik. Qismlarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana bu 3 ta qismini farqlab olamiz. Bu yerda demak birinchisi ikkita oxiri bor, extremitas. Extremitas deyiladi. Demak extremitas sternalis. Sternalis. Mana bu qism. Demak, to'sh suyagiga qaragan oxir, to'sh oxiri deyiladi. Va bu yer demak extremitas acromialis. Acromialis, chunki aynan bu yerda akramion o'sig'i bilan, kurak suyagining akramion o'sig'i bilan bo'g'in hosil qiladi. Shuning uchun akramion oxiri deyiladi, extremitas acromialis. Hamda uni korpus qismi bor. Korpus qismi bor. Xo'p, demak, omro suyagi bu yon tomondan qaralgan, oldindan qaralganda xuddi shunaqa tekis suyak bo'lib ko'rinsa-da, uni mana bu demak yuzalari, ya'ni facies inferior hamda facies superior. Pastdan ko'rinishi, hamda yuqoridan ko'rinishi. Va buni qirg'oqlariga ham ahamiyat berishimiz kerak. Aynan demak oldingi qirg'og'i, ya'ni margo anterior hamda margo posterior, oldi orqa qirg'oqlari bo'ladi. Farqlanadi. Bular keyinchalik kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda buni asosiy tuzilmalariga keladigan bo'lsak, asosiy tuzilmalari pastki qismida, yuqori qismida deyarli tuzilmasi yo'q. Faqatgina bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu muskul birikishi. Demak, extremitas sternalis, ya'ni to'sh tomoni, mana bu extremitas acromialis, akramion tomoni ligini farqlab olishimiz kerak hozir. Va bu yuqoridan ko'rinish. Aynan to'sh suyagi, mana bu to'sh suyagi demak yon oldi tomondan shunday ko'rinayotgan bo'lsa, biz buni mana bunday qilib ko'ryapmiz. Aynan shuning uchun bu yuqoridan ko'rinishi, mana bu orqa qirg'og'i, ya'ni bunday turgan narsa, bunday qilganimizda buni orqa qirg'og'i bo'ladi. Margo posterior. Mana bu margo anterior bo'ladi. Ya'ni oldingi qirg'og'i. Xo'p, biz gaplashadigan narsa bu to'sh tomondan orqa qirg'og'i hamda uni yuqori yuzasi qismi, mana bu joylariga birikadigan muskul. Bu musculus sternocleidomastoideus. Ya'ni to'sh omro so'rovsimon muskuli bor. Bu keyinchalik muskullar gaplashganda batafsil gaplashib o'tamiz. Musculus sternocleidomastoideusni demak yuqoridan pastdan uchta birikadigan joyi bor. Aynan shuni pastdan birikadigan joyi bizda omroga birikadi bir tomon. Hamda keyingi tomon akramion o'sig'i tomonda bu ham xuddi shunaqa orqa qirg'og'i va yuqori yuzasi. Bu yerga qaysi muskul? Musculus trapezius. Demak, trapetsiyasini muskulni bir qismi keladi. Xo'p, bu yuqoridan ko'rinish. Endi pastki ko'rinishini ko'raylik. Bunda asosiy tuzilmalar. Demak, yana mana bu extremitas sternalis, extremitas acromialis. Ana endi bunda biz qirg'oqlar biroz farqlanadi, chunki bunday turgan narsani biz endi bunaqa qilsak ko'ryapmiz. Shuning uchun oldingi qirg'oq mana bu yer bo'ladi. Buni aytib bering, margo anterior. Shu yetadi. Margo anterior va margo posterior orqa tomon. Xo'p, endi orqa tomonda xo'p, akramial tomondan boshlaylik. Bizda ikkita bitta tuberkulum, ya'ni orqa tomonda mana bu oldingi qirg'og'i bo'lsa, orqa qirg'og'ida orqa qirg'og'ini ko'rganimizda bizda do'mboqcha paydo bo'ladi. Mana bunaqa. Tuberculum conoideum. Ya'ni konussimon do'mboqcha bor va bundan oldingi qirg'oqqa qarab diagonal ko'rinishda mana bu demak chiziq ketadi. Va bu chiziqning ham o'zining nomi bor. Demak, liniya trapezoideum, ya'ni trapetsiyassimon bizda chiziq bo'ladi. Bu ikkala chiziqlar, bu ikkala tuzilmaning ahamiyati shuki, aynan shu nomdagi, ya'ni konussimon do'mboqchaga
shunaqa nomdagi ligament bor, boylam. Ligamentum conoideum. Shu birikadi. Trapezius chiziqda bunga ham shunaqa nomdagi boylam bor, ligamentum trapezoideum. Bu aynan yelka bo'g'imi haqida gaplashganimizda batafsil gaplashib o'tamiz. Bu demak yelka bo'g'imini hosil qilishda qatnashadigan boylamlar bo'ladi. Xo'p, endi aynan shu trapeziyasimon chiziqdan biz sternum tomonga yuradigan bo'lsak, bizda mana bunaqa maydon hosil bo'ladi. Va bu maydon demak bu maydon demak sulcus musculi subclavia. Demak o'mroq osti muskuli bor. O'mroq osti muskulini biz aynan shu o'mroq suyagini pasmda ko'tarib ochib ko'rganmizda ko'ramiz. Bo'lsa u deyarli ko'rinmaydi. Shu aynan o'mroq suyagini pastki qismida turadigan muskul bor. Aynan shuni birikadigan joyi bo'ladi o'sha. Xo'p, shuni joyi demak sulcus egat. Sulcus musculus subclavia. Shuni to'g'ri yozib qo'ying. Musculus subclavia. Musculus subclavia. Sulcus musculus subclavia. Demak, o'mroq osti muskulini egat. Sternum oxirini, ya'ni toshga qaragan uchida biz orqa tomonida ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda bitta iz bor. Bu iz deyiladi impressio costa clavicularis. Costa clavicularis. Ya'ni qovurg'a bilan mana bu yerda birinchi qovurg'a aynan o'sha claviculaning tagidan o'tib ketayotganda shu joyda bitta boylam yopish uchun iz hosil bo'ladi. Bu yerda ligamentum costa clavicularis degan boylam aynan shu yerda yopishadi. Shuni izi shu. Xo'p, demak birinchi qovurg'a o'tib ketayotganda o'sha qovurg'a bilan o'mroqga birikadigan ligamentni joyi bu. Impressio costa clavicularis. Xo'p. Va bizda asosiy narsalar bu aynan ikkala ekstremitasilarida fasces articularislar bor. Ya'ni bo'g'im yuzalari fasces articularis, acromialis. Bu esa bu tomonda nima? Mana bu qism, mana bu qism. Fasces articularis sternalis. Xo'p, yaxshi. Demak, bizda gaplashib o'tishimiz kerak bo'lgan asosiy narsalar shu. Va bizda muskul birikishi, ya'ni pastki tomondan, ya'ni oldi tomon, ya'ni oldi qirg'og'iga muskul birikishini gaplashib o'taylik. Mana bu demak pastdan ko'rinishida mana oldi qirg'og'i belgilab qo'yilgan qorada. Bu oldi qirg'og'i aynan mana shu sohalarga to'g'ri keladi. Mana shu sohalarga to'g'ri keladi va bu yerga demak deylik mana musculus deltoideus. Ya'ni yelkani mana bu yerda asosiy nima yelkada turadigan muskul bor. Deltasimon muskul. Mana shu deltasimon muskulning bir qismi shu o'mroqda demak extremitas acromialis tomonga oldi qirg'og'iga mana bu yerga kelib birikadi. Va hamda bizda mayda tosh tomonga qaragani uchun oldingi qirg'og'iga aynan mana shu sohalarga to'g'ri keladi. Va bu yerda bizda musculus pectoralis major muskuli kelib birikadi. Bu musculus pectoralis major juda ancha katta muskul va shuni hisobiga uni bitta tomoni, ya'ni yuqori tomoni aynan o'mroq suyagini shu qismiga kelib birikadi. Uni yana birikadigan joylari bor. Tosh suyagi bu lateral tomondan yelka suyagiga birikadi, yelka suyagida maxsus birikadigan joyi bor. U haqida yana gaplashib o'tamiz. Xo'p, uni tuzilmalari, demak klavikularning tuzilmalari shu. Va biz uni funksiyasini ko'rib o'taylik. Funksiyalari demak birinchi navbatda funksiyasi aynan yelka bo'g'imini demak yelka bo'g'imini uzoqlashtirish. Yelka bo'g'imini mana bu yelka bo'g'im hosil bo'ladi. Shuni demak tanadan uzoqlashtirib turish, markaziy o'qdan uzoqlashtirib turish. Agar klavikula bo'lmaganda edi, bizda yelka bo'g'imi aynan mana bu yoqqa kelib qolishi mumkin edi. Ehtimoli bor. Shuni oldini oladi biz. Va bundan tashqari demak qo'l erkin qismini demak qo'lning kamari, ya'ni qo'l kamari vazifasini ham bajaradi. Ana muskullar uchun birikish joyi. Muskul birikish vazifalarini bajaradi.
Demak, asosiy 3 ta funksiyasi bor. Bular aynan bizni klaviaturani vazifalari edi.